qo'y. Shu telefon sindi. Ko'zmi bu, quloqmi bu? Sinfdosh? Barchi? Qalaysan? Sen meni armonim. Hali ham to'lab borishliging qolmabdi-da sani. Ha, bitta telefonga tushdim. Конечно, to'lab berasan. O'zi Jamshid qalay kuyov bola? Rahmatli bo'lganlar-ku. Zo'r-ku. Joy jannatdan bo'lsin, men ham ajrashdim. Bu yoqlarda nima qilyapsan o'zi? Kir mashinam buzilib qoluvdi. O'shanga pulim yetadimi, yo'qmi, bir ko'rib ketaychi deb keldim. Ana senga shans. Telefonni to'lab berishing shart emas. Как раз men ham o'zimga yangi telefon olib olaman. Yur birga ko'ramiz. Bugun rosa omadli kun bo'ldi-ku, barcha. Hozir Imkon savdo markazida talablarga binoan aksiyalar bazmi aksiyasi yana davom etyapti ekan. Barcha turdagi smartfonlar, avtomobil jihozlari, bundan tashqari Artel, Avalon, Shivaki, Royal, Vesta, Samsung brendi mahsulotlarini boshlang'ich to'lovsiz 12 oy muddatga maxsus chegirmada xarid qilsak bo'lar ekan yoki katta bonus olsak bo'lar ekan. Vau, zo'r-ku. Как раз vaqtida kelib biz tugab qolmasdan. Bir dona pasport bilan ishimiz hal ekan. Tasodifni qara. Balki bu ikkinchi imkoniyatdir. Kel mashina ko'raylik, yur. Bo'ldimi, yoqdimi? Ha, men kassaga o'tib kelay. Bo'ldi, hal qilib bo'ldim. Kel mashina mendan senga sovg'a. Rahmat. Olib ketish qolibdi-da. Yo'q, o'zim uyinggacha olib borishib yuboraman. Yo'q, qo'yver, erimga aytaman, kelib olib ketadi. Qanaqa yer? Hozirgi erimda yana turmushga chiqqanman-a. Rahmat senga. Какой rahmat? Aka, kir mashina atmang. Eringga telefonimni to'lab bersin.